Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftihar Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Avstraliyadagi muhojirat tashkilotlari 37 yil burungi Tianmen voqeasi munosabati bilan Avstraliyaning Sidneydagi Xitoy konsulxonasi oldida birlashma namoyish o'tkazgan. Avstraliyaning Sidney shahrida 37 yil burungi Tianmen voqeasi munosabati bilan Xitoy zulmiga uchrayotgan xalqlarning Avstraliya, Yangi Zelandiyadagi muhojir tashkilotlarining ittifoqi bo'lgan Avstraliya, Yangi Zelandiya ittifoqi nomli tashkilotning o'rinlashtirishida Sidneydagi Xitoy konsulxonasi oldida keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazilgan. Bu namoyishga Avstraliya va Yangi Zelandiyadagi Uyg'urlar, Tibetliklar, Mongoliyaliklar, Hongkongliklar, Xitoy demokratlari, xalqaro kechirim tashkiloti va Avstraliyaliklardan bo'lib 200 dan ortiq kishi qatnashgan. Namoyishda so'z qilgan Uyg'ur va Tibet tashkilot vakillari buningdan 37 yil burun Tianmenda yuz bergan fojianing amaliyoti bo'lsa Xitoy mustamlikasi ostidagi tuproqlarda ishg'oliyatdan beri davom qilayotganligini va Sharq Turkiston, Tibetda bugungi kunda Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik olib berayotganligini ta'kidlashgan. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri Mehmet Chalabchi apandi stansimizning ziyoratiga bu namoyish haqida ma'lumot berib o'tdi. Bugün bunundan 37 yıl burun Tiananmen meydanında erkinlik, demokratiya ve kişilik hukukları için namoyish ötküzgen erkinlik küreşçilerinin Xitay Komünist Partisi tarafından kırgıncılıkka uçurashganlığını qaytırlash maqsadida Sidneydeki Xitay konsulxonasi oldida bir namoyish ötküzildi. Bu namoyishni Avustraliya Uyghur Cemiyeti'nin a'zosi bo'lgan Xitay Komünist rejimi qurbonlari uchun Avustraliya ve Yeni Zelanda ittifaqı namlı teşkilat o'rinlashtirdi. Namoyishga Uyghur, Tibet, Hong Kong, İçki Mongoliya, Tayvan, Xitay demokratları ve hem de bir kısım Avustralyalılardan terkip tapkan 200'den artık kişi katlaştı. Namoyish jarayonida Tiananmen qirg'inchiligi qurbonlaridan boshqa namoyishga qatnashgan tashkilot vakillari ve xalqaro kechirim tashkiloti ve onunla o'xshash kişilik hukuk teşkilatlarının mesulleri bulup cemi 15 dek adam söz kıldı. Avustralya Uyghur Cemiyeti Tiananmen kurbanları ve Uygur kırgıncılığı meselesini oturuğa koyup Avustralya hükümeti ve hem de halkara cemaatçilikni Xitay'ını cevapkarlıkka tartışka çağırdı. Umumen Xitay'ın erkinlik, kişilik hukuk ve demokratiyenin depsende kılmışlarının fekatlem Xitay idaresi aslında yaşavatkan halklarınla emez, belki bütkül insanlığının ortak meselesi ikenligi tenkitlendi. Namoyishimiz erkinlik, kişilik hukuk ve demokrasiyani qo'llash uchun ittifaqlashib kurash qilishning zarur ekanligi to'g'riliq chaqiriqlar bilan muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Uyghur Hareket Teşkilatı'nın icraiya direktori Roshan Abbas Oslo erkinlik munbirida Xitoyning jinoyatlarini oshkorlash, zamonaviy qulluq va millatlar ittifoqligi degan temada maxsus yumaloq ustal suhbat o'tkazgan. Norvegiyada chaqirilgan 2026 yillik Oslo erkinlik munbiri yig'ini jarayonida Roshan Abbas xonim Xitoyning jinoyatlarini oshkorlash, zamonaviy qulluq va millatlar ittifoqligi degan temada maxsus yumaloq ustal suhbat yig'ini o'tkazib, Xitoyning millatlar ittifoqligi niqobi ostida ilib berayotgan bostirish siyosatlari, majburiy emgak, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga ilib kelgan. Tayvan Demokratiya fondining qo'llashi bilan o'tkazilgan bu faoliyatga Roshan Abbas xonim boshchiligidagi tashkilot mansublari, xalqaro tadqiqotchilar, muxbirlar va kishilik huquq faoliyatchilari qatnashgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini fosh qilishga beg'ishlangan bu yig'inda Xitoyning millatlar ittifoqligi niqobi ostidagi bostirish siyosatlari, majburiy emgak, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ko'lami va davomlashayotgan qirg'inchilik haqida amaliy masalalarni o'ttirib qo'yib, qatnashchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Roshan Abbas xonim yana Oslo erkinlik munbiri jarayonida diniy e'tiqodi sababli ziyonkashlik uchirganlar munbirida so'z qilib, Xitoy diktator hokimiyatining Uyg'ur xalqiga selayotgan zulmlari va irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini o'ttirib qo'yib, bu ziyonkashliklarning hilam davomlashayotganligini, shundaqla jamiyatning hamma sohasiga kengayotganligini, hadisi Gulshan Abbasga o'xshash millionlagan Uyg'urlarning hozirmi Xitoy turmusida azob oqibatlar chekayotganligini ta'kidlagan.
Bu yig'inga Lantos Kishilik huquq va adolat fondining raisi Katrida Lantos riyosatchilik qilgan bo'lib, mustabid hokimiyatlarning diniy e'tiqod va kishilik huquq tashabbusida bo'layotgan kishilarga qanday ziyonkashliklarni qilayotganligi muhokamaning asosiy temasi bo'lgan. Dünya Uyghur Qurultayıning sobiq raisi va Uyghur Demokratiya Kishilik huquq markazining raisi Dolqin Aysa Tianmen vaqasining 37 yillik munosabati bilan maxsus obzor e'lon qilib, 4-iyun faqat Xitoy xalqi uchun emas, balki butun dunyo va insoniyat uchun motam kun ekanligini ta'kidlagan. Dolqin Aysa obzorida Xitoy hukumati tomonidan bu vahshiylik yuz bergandan 37 yil keyingi bugungi kunda Xitoyning Sharq Turkistonda qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatini texim yuqori pallaga chiqarganligini ta'kidlab, Tianmen uchun adolat, hammaylar uchun adolat. Ular demokratiya, erkinlik va kishilik huquqqa intizor bo'lgan begona namoyishchilar bo'lib, zo'ravonlik va qonliq bostirishga duch kelgan. Bu namoyishchilar faqat barliq kishilar ega bo'lishi kerak bo'lgan asosiy huquq va erkinliklarni orzu qilgan. Biz bu ideallarni qo'g'lash yo'lida hayotidan ayrilgan qurbonlarni xotirlashimiz kerak. Bu qirg'inchilik faqat insoniy fojia bo'lib qolmay, yana Xitoy hukumatining demokratiya va kishilik huquqqa qarta eng chong to'solg'i ekanligini o'tirg'i chiqardi. Men buni 1988-yili Sharq Turkistondagi demokratiya namoyishlarining o'quvchilar rahbari bo'lish sifati bilan bevosita boshdan kechirdim. Uyg'urlar demokratiya va kishilik huquq chaqiriqiga qo'shilib, Uyg'urlarga qartilgan kamsitish va bostirishni to'xtatishni talab qildi. Ammo biz Xitoy hukumatining qattiq bostirishiga uchradik. Namoyish qilish huquqimni ishiltish va Uyg'urlarning ovozini chiqarishga chaqiriq qilishning bu oddiy harakati meni Xitoy hukumatining nishoniga aylantirdi, deydi. Dolqin Aysa obzorida yana Uyg'ur xalqi uchun Tianmen maydonidagi qirg'inchilik faqat diktator hokimiyatining ra'imsizligining simvoli emas, balki Sharq Turkistonda texmi cho'nqur bostirishning boshlanishini belgilaydigan bir burilish nuqtasi edi deganini ta'kidlab, uningdan keyingi yillarda Xitoyning Sharq Turkistonda nazorat qilish va bexatarlik apparatlarini kengaytirib, har qanday shakldagi tinch qarshilikni bostirganligini, bugungi kunda bo'lsa, bu bostirishning insoniyat qarshi jinoyat va qirg'inchilik aylanganligini, Xitoy hukumatining asosiy huquqlarga bo'lgan chaqiriqlarni mayli Xitoy xalqidan bo'lsin yoki Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va boshqalardan bo'lsin, hamisha o'zining mustabid hokimiyatiga tahdid deb qarag'anligini, Beijingda mukammallashtirilgan zulm qurollarining keyin Sharq Turkistonga eksport qilinganligini va hozir butun bir xalqni ezish uchun ishlatilayotganligini o'ttirib qo'yib, xalqaro jamiyatni Tianmenni o'tmish sifatida emas, balki bugungi kunda millionlagan kishilarga bo'libmi Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarta elib berilayotgan zo'ravonlik bostirishning davomlashayotgan andizisining bir qismi sifatida eslashga, qirg'inchilik jinoyatkorlarini javobgarlikka tortishga chaqiriq qilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.